Yomon ham tiqilib qolibdi-da qo'lingizga. Voy, sekinroq. O'zi Hozir- zargarmisan? Zargar emasman, men tillachiman. Kim bo'lsang ham sekinroq qil. Hop, ozgina chidab turing endi. Nima qilay? Qo'yibsiz, qo'llaringiz ham qizarib ketibdi. Ah, Buni probasini o'zi bilasizmi? Nechi probaligini? nima kim deb o'ylayapsan? Tilla ko'rmagan deb o'ylayapsanmi? Yo'q. Bilaman. 585 ekan, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Xo'p, bu long holatida, bunaqa holatida buzilgan. Grammini bugungi kunda 585 990 mingdan olamizda 2 million 316 ming so'm bo'lyapti. Men bilan ham hisobla, bular sinmagan-ku. Hop, bo'ladi. Unaqa jahl qilmang endi. Qo'lingiz og'riyotdi. Men qilganim yo'q u narsani. Tezlashtiring, iltimos. 585 izdiyelar narsa ekan. Bugungi kunda izdiyelarimizni 27.08 1 million 50 mingdan hisoblaganimizda 28 million 434 ming bo'lyapti va 2 million 316 mingni qo'shganimizda 30 million 750 ming bo'ldi. Sizga rovna 31 million qilib beraman. To'g'ri keladimi? Bo'ladi. Tezroq soqqan cho'zing. Xo'p. Qarang, bu 30 million va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 million. Rozi bo'ling, sog' bo'ling. To'g'rimi? Sanashim shart emasmi? Shart emas, hammasi sanalgan. Instagramda ko'rgandan ancha qimmat ekan. Rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling.